Assalomu alaykum aka-ukalar. 16-avgust kunimizga yakshanba. Akamiz Rishtondan kelgan ekanlar. Akamizga 130 lik tentimizdan qilib berganmiz. Qo'shimchasiga sondiq ham bo'lgan. Xo'p, bunga qilingan ishlardan yana dugalarimizdan qilib berganmiz. Ko'rishlaring mumkin. Orqa holatlari, gabaritning chiroqlarini qo'yib, furnituramizga keladigan bo'lsa, har doimgidek qulub kalitli furnitura bo'ladi. Xo'p. Ichki holatlari. Ichlariga, yonlariga 07 lik, oliga 1 lik tunukalardan qoplab berganmiz. Plafon chiroqlarini qo'yib berganmiz. Ichlarini yoritishlari mana xuddi shunday bo'ladi. Kimga shunday xizmatlar zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Marg'ilonda, chiroyli sifatli qilib ishlarni bitkazib beramiz. Bu ham o'zimizning mashina, unga xuddi shunday qilib qo'yganmiz. Oldi choq qismlari xuddi shunday bo'ladi.